Farg'onada ariqdan yosh bolaning jasadi topildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 24-mart kuni Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qo'rg'oncha mahallasi hududidan o'tgan ariqdan 2 yoshli o'g'il bolaning jasadi topildi. Ma'lum qilinishicha, Beshariq tuman prokuraturasiga tuman ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik qismidan 24-mart kuni soat 21:00 da Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Nasiba Bonu bog'i rohat fermer xo'jaligi hududidan oqib o'tgan mahalliy ariq ichidan erkak jinsli yoshi 1-2lar atrofidagi voyaga yetmagan shaxsi noma'lum murda aniqlangani haqida xabar kelib tushdi. Mazkur xabarga asosan shaxsi noma'lum murda aniqlangan hudud tezkor tergov guruhi tomonidan krem texnik vositalari yordamida ko'zdan kechirilib, barcha professional harakatlar amalga oshirilgan va hujjatlar rasmiylashtirilgan. Qo'qon tumanlararo bo'linmasining 25-mart kuni dastlabki xulosasiga ko'ra, shaxsi noma'lum murdaning tanasida tan jarohatlari aniqlanmagan va uning o'limiga nafas yo'llari suv bilan berkilishi natijasida mexanik asfiksiya sabab bo'lganligi ko'rsatilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida voyaga yetmagan shaxsi noma'lum murdani shaxsiga aniqlik kiritishning imkoni bo'lmagan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan shaxsi noma'lum murda haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lganlar yaqin oradagi ichki ishlar organiga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar berishlari so'ralgan. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.